eng katta bizni fojiamiz, bizni kasal bo'lish omillarimizdan birinchi oziq-ovqat yeyish madaniyatimiz yo'q. Agar biz shu oziq-ovqat yeyish madaniyatimizni to'g'irlab olsak, 70% kasalliklarni oldini olgan bo'lar edik. Ikkinchi, nuroniy jamg'armamiz shunday qilsa-da, uyda oldida nuroniyni o'zi rayonda yurib, balam yur. Uyda oldida, mahallada har kuni 1 soat yotishdan oldin yurish qilsak-da, ertasi kuni ovqatimizni kamaytirsak, 50% odam больницаga bormaydi. 10 yilga umrlari uzoq bo'ladi. Dorisiz, xarajatsiz o'zimizni dunyo qarashimizni o'zgarishimiz kerak. Hammamiz dori ichamiz. Ibn Sino paytda dori ichmagan-ku. Bor-ku, o'tlar bor-ku o'zimizda. Nimaga har bir mahallada shuni tashkil qila olmaymiz? Muhit paydo. Bundan 2400 yil oldin yashab o'tgan Buxoro hakimi aytadiki, ovqating dori bo'lsin, doring ovqat bo'lsin. 1926-yilda rasmiy jihatdan xalq tabobatini taqiqlash bo'yicha qaror qabul qilindi. Va milliy ming yillar davomida shakllanib kelgan milliy xalq tabobatimizda muomaladan chiqargan. Masalan, Yaponiyada to bola 16 yoshga to'lmaguncha antibiotik qilish taqiqlanadi. Nima uchun? Immun tizimi ishdan chiqadi bolani. Insoniyat tabiatning bir bo'lagi, bir qismi. Bizni iste'mol qiladigan, bizga shifo bo'ladigan narsalar tabiiy mahsulotlar bo'lsagina shifo bo'ladi. Mumiyo yozsa bo'lmaydimi? Yozolmaydi. Standartda yo'q mumiyo. Tasavvur qiling. Inson tanasini 80% dan ortiq suvdan iborat. Demak, bizda ichayotgan suvimizning sifati bizni 80% salomatligimizga ta'sir qiladi. Xitoyda tibbiyot oliy o'quv yurtlarida 3 yil xalq tabobati o'qitiladi. Keyin 4-kursdan boshlab ular zamonaviy g'arb tibbiyotini o'qiy boshlaydi. Bu butun dunyoda qo'llanilayotgan usullar. Bizda buni usul deb qabul qilmaydi. Bizda faqat soxta tabiblar bor, soxta tabiblarni taqiqlash kerak degan qaror qabul qilish bilan ovoramiz. Olib kelish kerak. Xalq tabobatida qo'llaniladigan dorivor giyohlarni ekishni, madaniy holda yetishtirishni ko'paytirish kerak. Tabiiy holda o'sadiganlarni yo'q bo'lib ketishini oldini olishimiz kerak. Shu muammolar ham bor. Shu muammolar bor. Masalan, qaniydi hozir aptekalarda hech bo'lmasa 50% xalq tabobati dorilar tursa. Tushunyapsizmi? Yo'q, afsuski juda kam. Bor, 3-4 ta ishlab chiqarib, 3 tomondan ishlab chiqarilayotgan, yetarli emas bu. Tushunyapsizmi? Vaholanki uni har bir xorijdan keladigan, import qilinadigan o'sha antibiotiklarni o'rnini bosuvchi muqobil bizda tabiiy ne'matlar juda ham ko'p. Shuni biz rag'batlantirib olib chiqib shu xalqimizga yetkazib beradigan tizimni shakllantirishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Shu uchun panja ortidan qarash emas xalq tabobatiga. Xalq tabobatiga sog'lom nigoh bilan qarash kerak. Xalq tabobati birovniki emas bu. Bu xalq tabobati Xitoydan yoki Hindistondan kelgan emas, o'zimizning xalqimizning tabobati. Biz unga dushman ko'z bilan qaramasligimiz kerak.